Endi ismim Tursun bo'ldi. Bovdingning sarayida aylanib yuratdim. Mas'alasdek harakatlarim qo'lashmaydi. Sarayning xonimi Turkistonlik Nozinin mening yurish turishimdan xotirjamdek ko'rinatdi. Xizmatchilar hujrasida yillardan beri uxlay olmagan xotirjam uyquni uxlab oldim. Dümbam texich og'riyotgan bo'lsa-mu, turk ammami og'riqlarimni xilal yengillatgan edi. Saqal burtumni tushirib o'tib, aynakka qarab turib qoldim. Yoshliqim qaytib kelgan edi. Tog'lar bilan vidolashganimga qaramay, ko'zlarimda tog'chilarga xos isyon chaqnaydi. Cho'lponni xiyol qilishga boshladim. Uningga bo'lgan tuyg'um xuddi ayoli boshqalar tarafidan dafsanni qilingan erning tuyg'usi edi. Cho'lpon dushman tarafidan ishg'ol qilingan shaharga o'xshab qolgan edi. Ishq muhabbatdan so'z ochib, vatanning bulg'anishiga ketdim. O'zimning tafakkurining texin normallik qaytmaganligiga kulgim keladi. Atisi Cho'lpon o'zining yasadaq paytiniga birga chiqishimni talab qildi. Ishg'olchilarga xos bo'lgan quyuq dal-daraxt, gulgiyohlar bilan qoplangan bir yerda tushdik. Hammasi Cho'lponni taniydi. Darhol kelib qarshi elib, yo'llarni bo'shatib, paypetak bo'lib ketishdi. Paytundan tushib, baraqsan o'sgan daraxtlar, o'ppida ichilib ketgan gullarning orasidagi bir chig'ir yo'lda minishga boshladik. Men uning keynida jimjit mingatatdim. Meni g'ururini va iffatini yo'qotdi deyishdi. Dedi bir tal shoxni sundirib olib o'ynayotdi. Sulg'uy yuzini petayotgan quyoshga qaratib turib, yana pichirlab davom qildi. Qubunliqlarning orasida o'zak so'zlar bek oson tarqaladi ekan. Nimishqa mening hikoyamga shuncha ahamiyat berib qiziqib ketishdigandi? Bey qasrdagi oddiy bir xizmatchi edim u. Yaqinlashib qo'limni tutdi. Sana to'y qilaysam unimaganding-ku. Bu chaqda safar vaqti edi. O'limning bo'sog'isiga kelib qolgan edik. Achchiq kulib qo'ydi. O'limning bo'sog'isi emas biz. Sen ishg'olchi hukumatning qancha kishiga o'lim jazosi berganligini bilamsan? 100 mingdan ortiq. Hayron qilib so'radim. Sen elimi qo'zg'olongni va shehidlarni o'ylamsan? O'ylasam bo'lmamdikan? Dedi zarda bilan. Sana o'xshashlarning bunday ishlarni o'ylag'dak cho'lsa bo'lmas. Sana o'xshashlar Turkistonlik musulmonmi? Yana sukut hukm surishga boshladi. Sovuq shamol chiqyotdi. Quyosh o'ltiray deb qolgan bo'lib, oxirgi nurlari zaminni ajoyib bir g'ariblikqa cho'mkigan edi. Yiroqdan ko'rinib turgan masjid munarlari hayvitini saqlab tik turayotgan bo'lsa-mu, qadimiy kuyga tankash qilayotgandek muңlanib qolgan edi. Masjid gumbazlari xuddi men bir kuni hayvonot bog'chasida ko'rib qolgan toshbaqaga o'xshash uxlayotgandek edi. Zamonaviy binolar biz tarixchilik qildigan tog' bag'arlariga o'xshash qator-qator tizilishib turadi. Ammo shuncha ma'nisiz. Uni o'ldirishni o'ylagan edim. Dedi Cho'lpon bir tal qizilgulni uzib olgach. Kimni? Bog'doni. Erim Bog'doni. Nimishqa? Shunday qilishni mening vazifamdek bilganim uchun. Lekin sendan so'rab boqay. Mening uni o'ldirganim yaxshimi yoki tarbiyalab ko'ndirganimmi? Ko'ndirganning nima foydasi? Hamma yer qushxonaga aylangan tursa, dedim o'ramni qiqib qo'yib. O'ldirishning nima foydasi emasa? Sendan mening nima qilishim kerakligini so'rayapman. Intiqom. Lekin men uni ko'ndirish orqali texmi ko'p foydaga erishdim. Xonim, dushmanning na aytgan gaplariga, na qilgan yaxshiliklarga ishongil bo'lmaydi. Hammasi yolg'on, saxta. Dedim sovuqqina. Sen shunday o'ylamsan? Dedi menga dahshat bilan birni qarab o'tib. Senatchi men qiyin qistoqlardan qutulish uchun o'zimni mushundaq sabsatlar bilan aldab yuribdiman-da. Hayot qilish uchun. Beshimni langishdim. Qumulluqlarning sendan nafratlanishning sababimi dal mushu. Ko'zlardan yoshlar ipi uzilgan marjandek to'kilib ketdi. Yenimga kelib, meni yenik silkib turib. U ahmoqlar bilmaydi, tushunmaydi. O'z vaqtida beyning oilasini qutqizishim kerak edi. Buning uchun badal to'lanish kerak-ku. Badal. Hammamizga jon totliq, o'lishni xohlamaymiz, dedi. Yoshlari qurishqa boshlagan edi. Senchu Mustafa, sen qanday o'ylaysan? Tursun, ismim Tursun. Burun qismimni unutib ketayli. Sen qanday qaraysan? Ochiqini aytsam, tog'dek azmatlar bilan bo'lishib yegan bir burda qattiq non sening bu sarayingda har kuni bo'g'izlangan 100 qo'chqardan yaxshi mening uchun. Yomg'ir tomchilashga boshladi. Havo bayamqidan sovib ketgan edi. Simsim yomg'irning yenik tevishlarini anglab birdam turdik. Oyoqlarim putumni qistavotgandek. Puzur yeshil paltoyimning yoqsi kelimni bo'g'ayotgandek his qilyotdim.
Bu kiyimler gerçi meni issiq tutayotgan bolsa-mu, siqilib, o'lib qoldigandek tuyulayotdi. Bundaq tuyg'uda bo'lmag'ili uzun bo'lgan edi. Mustafa, Xizmatchingiz Tursun. nega? Azmatlar bilan bir-biridan nonni bo'lishib yegan tog'bag'irga. Bundaqla kessang bo'lmaydi. İşlarni oqilona bir taraf qilishimiz lozim. Bauding safardan qaytib saroyga kelgan chaqda yo'shirinib turdim. Lekin uning saroyga kirar-kirmas och ko'zlik bilan qo'riq bosgan qisiq ko'zlarini paqirtib cho'lponni izlayotganligini ko'rdim. Uni ko'ribla quchoqlab suyishga boshladi. Atrofida parvonadek chirgilaydi. Cho'lpon kulimsirab tursa-mu, ko'zlarini uyoq-buyoqqa yugurtib, mening ko'rib qolishimdan ansirayotgandek qarayotdi. Kelganimdan xush bo'ldingmi? Uningga qaramasdan javob berdi. Ben hoş buldum. Lekin istihbaratnikiler yüzlep adamlarını öldürüp oturdu. Bu degan boshqa ish. Nima ish hozir bu ishlarni o'ylab yuribsan? Bu ishlar bilan mening aloqam yo'q. Boldang, senin nimişki meydanın yok. Mening maydonim aniq. Meydanın nima emsa? Sen menga uvol qilyapsan. Mening maydonim xizmatimni qilish. Xizmetini qilish bilan mas'uliyatini ado qilishning farqi cho'ng. Xizmatim dal mening mas'uliyatim. Men sizdan bir inson bo'lishini umid qilaman. Kuni talash tartishimiz yeni boshlamdi. Haqiqiy bir inson azoblangan, zulmga uchragan mazlumlarning qayg'usini his qila olishi kerak. Bilishim lozim. Dedi kuchli talaffuzda. Sen mazlum degan u kishilarni agar og'am so'zlariga qo'yib berilgan bo'lsa, meningmi, seningmi jinimizni og'am bo'ladi. Bu muhim emas. Dedi g'alati bir tamkinlik bilan. Muhim bo'lgani mas'uliyatni ado qilish. Men kim edim? Vaqirab ketdi. Men faqat bu cho'q qo'shindagi bir askar xolos. Cho'q bir mashinni kichikini chiqcha. Safardan qaytib kelgan yeringni shunda qarshi olamsan. Kal suyumligim. Xas ujurga kelib ketishdi. Bu mal'un xotin menimi, unimi tang o'ynab qoltiribdi-da. Agar uning yanında uzoqroq turib qolsam, butun o'y fikrim zaharlab bo'g'idek. Pokliq, yanada mo'rilari quralasqan, hur azmatlar yashaydigan tog'bag'irlarda ekan. Mumkin bo'lsa, tezroq ketib olsam bo'g'idek deganlarni xiyol qildim. Tushlik tomoq vaqtida Bauding menga boshdan oyoq bir qarab o'tib, "Yangi xizmatchi mushushimi?" dedi. Ha. Nayt ishchan, ishiga sodiq biri. Sen nalik? Ismim Tursun, 6 oylik. Dasturxon eng esil taomlar bilan to'ldirilgan edi. Siratdagi bechora xalqimiz bo'lsa, daraxt yupurmoqlari bilan jon saqlayotdi. Ochliqdan supurindi non burdullarini terishatdi. Qo'rsiq ochib ketgan bolalar ishg'olchilarning uylariga yoki yuk mashinalariga to'shilayotgan ochliq bayliqlarga opqurdek ichilgan ko'zlarini mo'ldiriltib qarashib qoladi. G'azabdan beshim piqirab ketdi. Ustalda turgan pichoqlarga ko'zim tushdi. Dal shu chaqda Tursun, sen chiqib ketsang bo'ladi, dedi Bauding seliqqina. Oshxonaga yenib chiqdim, lekin g'azabim o'chmakda yo'q, texmi talavlashgan edim. Xuddi Gulxonning quruq o'tinni ko'ydirganidek nafrat o'ti yurakimni yalmab yo'tayotdi. Bularning din va aqidalarimizga qilgan razilliklari meni har qanday talavlikda yanmaydan qilib o'tgan edi. Bu shaxsiy o'chmanlik emas, Allohning intiqomi edi.